Assalomu alaykum do'stlar. 2025-yil 25-sentyabr sanasida o'sha maqtagan super karologlarimiz. Kamerani yaqin olib keling. Do'stlar, holatiga baho beringlar. 4-yoshda necha kilo yuki bor deysizlar. Hozir o'zimizda abishning xurmolar ham 6000, 7000 so'm bo'lyapti, lekin bu 15000 so'mdan 20000 so'mgacha sotilyapti deyishyapti. Mana ko'rishlaringiz mumkin, holatiga baho beramiz. Xurmo pishdimi deganlarga do'stlar, super karologa mana shu bo'ladi. Sizlar bilan endi birgalikda shikolatnimi deganlarga bir ko'rsatib o'tamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Do'stlar, mana shikolatni bo'ladi, mazasi ham o'ta shirin bo'ladi. Ko'chatlardan aloqa chiqarsak, ko'chatlarni ko'paytirib xurmodan boqiraman deganlar, super karolo shumi deganlarga do'stlar, mana super karolo. Endi sizlarga bundan keyingi pishirgan etamini ko'rsatamiz. Do'stlar, mana bu baxmal bo'ladi. Mana bu baxmal xurmosi bo'ladi. Mana olganini ko'ringlar, 4-yoshda. Qanaqa bo'ladigani, bu ham yangilik. Mana 4-yoshda necha kilo yuki bor deysizlar do'stlar. Xurmodan boqilaman deganlarga jo'natib qo'yasizlar. Buni aynan shuni shoqidan borib turib, ko'chatlarni ko'paytirib qo'ygan. Mana ujib, ayri ham tiyab qo'ydik mana. Hosildorlik o'ta yuqori. Super karolodan keyin bu pishadi do'stlar. Turishi ancha tanada turaveradi. Biri ham turaveradi. Sog' bo'linglar, men ataga like bosib qo'yamiz.